tabiat qo'yni miyaga dam berib, oilaviy kelib, dam olib ketadigan joy. Umumiy ob'yomga qilib, tog'lar bilan mana shu yoqda mana Teshiktosh. Mana qanaqa o'yingohlar bilmayman. Bolalar o'ynaydigan narsalar mana yosh bolalaring olib kelsalar, o tarafga. Manzara mamida yomon chiroyli ko'rinar ekan. Thank you. Aka, bu taraf bitta kameraga. Mana akamiz videochimiz tushib ketaylar hozir Zalqonlar. Qo'magan. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Zaharli ular. Pastga bitta bor ekan. Echkilar juda ko'p ekan bu yerga, ehtiyot bo'lasizlar. Mayovga chiqqan paytlaring ehtiyot bo'linglar. Echkilar ham bor ekan. O. Ana. O. Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Komilkesh kanalidasiz. Bugun biz Samarqandga yo'l oldik. Kish Avto Instagram sahifasini olib boruvchi Fazliddinjon bilan birga Samarqandga yo'l oldik. Damas avtomobilida. Kuzatishda davom etinglar. Instagramga o'sha kimdir mashina mavzusi qiziq bo'lsa, oldi sotdi, bozorlar, har xil viloyatlarga Andijon, Vodiy bo'ylab yuramiz. Xudo xohlasa, Toshkent hamma viloyatda mashinaning narxini shu yo'nalishga davom etmoqdamiz. Instagram bo'yicha Kish Avto yozsanglar chiqadi. Mana hozir Samarqandni yo'liga Qashqadaryo va Samarqandni kesishgan chegarasi postdan keyin mana shu manzaralarga kelib videorolik qilmoqdamiz. Aziz do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Har xil mavzudagi videolar qo'yib boraveramiz. Teshiktosh haqida qisqacha bo'lsa ham obzor qilib beramiz. Nimalar ochilgan, qanaqa shart-sharoit bo'lgan. Mana chet elga yurgan hamyurtlarimiz ancha yildan beri chet elga bo'lsa, bilishmaydi. Mana Teshiktoshga shunaqa sharoitlar bo'lib ketgan. Odamlar gavjum. Mana odamlar bir ko'rsatib o'raylik. Mana odamlar juda ham gavjum bo'lib ketgan. Qarang, mashinlar ana u tarafga o'yingohlar bo'lib ketgan. Hozir birma-bir ko'rsatib chiqaman qo'ldan kelguncha. Chetdagi azizlarimiz ko'rishib, albatta xursand bo'lishadi va kelishsa albatta bola chaqa bilan aylanadigan joy bo'libdi, oilaviy. Mana Teshiktoshimiz bu tarafga mana yosh bolalar ham mana yosh bolalar rasm tushib, videoga tushib yurishibdi. Mana Teshiktoshni ko'rsataylik. Videochimiz tushib ketaylar hozir Zalqonlar. Qo'magan. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Kelsanglar. Mana bitta Teshiktoshni ko'rsatib o'raylik. Shu yoqda. Mana Teshiktosh. Bilmadim endi rosti. Rosti bilmadim. Mana sepanib, mana yosh katta ayollar ham, qizlar ham boya o'g'il bolalar ko'rdim. Mana qanaqa o'yingohlar bilmayman. 30 ming aylanadi. Maza qil, mana otlar bor ekan. Otlar mana ovqat. Ot nechi pul aka? Nechi minut nechi pul? Egasi yo'q. Ha, egasi. Akajonim. Nechi minut nechi pul? Nechi pul? Tushunarli mana. Aka, bu taraf bitta kameraga. Mana akamiz shunaqa narsalar bo'lgan. Mana yana bitta ot. Alaykum assalom. Aziz do'stlar, mana otlar ham mamnun qilib mazza qilib aylanib bo'ladi. Chu. To'xtatish nima edi? Oha, mazza ekan. Tak. Manzara mamida yomon chiroyli ko'rinar ekan. Tak. Tak. Thank you. Joncha qilib olavering kamerani. Bu tarafga Qani shashlardan. acha.
Bo'ldi, mana shunaqa manzara bo'lgan. U tarafga jirafa nimalar turibdi. Bolalar o'ynaydigan narsalar, mana yosh bolalaring olib kelsanglar, u tarafga. Qo'pol bo'lsa ham bitta narsani aytib qo'yay. Juda xijolat bo'lishadi, ayollar yo'llarga aytisholmaydi. Uyat bo'lsa ham hojatxona hayli bir ko'rsatib qo'yay. Va u qidirib uzoq yo'llar borib kerak bo'ladi. 3000 ekan. Shu, mana arg'imchoqlar yosh kattalar tushyapti. Shu Boshqa ishlar. Zaharli bular. Pastga bitta bor ekan. Echkimlar juda ko'p ekan bu yerga, ehtiyot bo'lasizlar. Mayovga chiqqan paytlaring ehtiyot bo'linglar. Echkimlar ham bor ekan. O, ana. O. So'kima. Ehtiyot bo'lasizlar mana, echkimlar bor ekan. Mayovga chiqqan paytlaring. Echkimarni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Tosh rangi bilan bir xil ekan bu-ku. tabiat qo'yni miyaga dam berib, oilaviy kelib, dam olib ketadigan joy. Bitta manzarani ko'rsating. Umumiy ob'yomga qilib, tog'lar bilan mana bu yoqda baliqlar ko'rinib turibdi. Oilaviy kelib dam oladigan joy, lekin do'stlar, iltimos sizlardan mana o'zlaringiz bilan har xil musirlar tashlab ketmaysizlar, tabiatni asraylik. Pampers ham bor, qo'pol bo'lsa ham, vlajni, sarafan param hamma narsa bor. Mana shuni tashlab ketmaylik, o'zimiz bilan olib ketaylik hammamiz. Agar bir oy kiysa odamlar bir oygacha rasvo bo'lib ketadi hamma joy. Mana baliqlar. Mana tabiat qo'yini. Katamaranlar uchib ketsa bo'ladi bemalol. Xullas yaxshi lokatsiya. Adresni aytaman. Samarqanddan kelishga Teshiktosh hamma biladi. Samarqanddan Shahrisabzga, Kitobga kelishga, Qashqadaryoga qarab o'tishga Teshiktoshni ro'parasiga mana shu suvlik joy ko'rinib turadi. Bunda o'tib kelsanglar bo'ladi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha qisqacha bo'lsa ham obzor qilib o'tdik. Hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, komment yozish esdan chiqmasin. Xayr do'stlar.